Aka nima deb o'ylaysiz? Boshqa nech pulli narsa kiyib olganman. Faqat o'ylab javob bering. 15 million bo'lsa kerak. 15 million? Ha. Boshqa oyoq kiyim shim, mana takoy Petrovka. Bir yarim uzog'i ikkida. Bitta like bosib qo'ying, faqat hech kimga aytmang. Mana shu oyoq kiyim shim, kurtka ichimdagi 1 million bo'tdi. Qatdan oldingizmi sizmi? Qatdan oldim. Battindan battan ochilyapti. Bo'lishi mumkin. Yo'q deb o'tdi bilasizmi? Bu narx ham holva. Hozir ichkarida narxlarni aytaman, eshitgan odam shokka tushadi. Ochilish munosabati bilan aka. Bu narx ham holva. Hamma bilgan Battin do'koni kompusda Targoviy sentr bor-ku Qo'ylidiga. Yangi filialigini ochishyapti. Shu munosabati bilan dahshatli aksiyaga start beriladi. Faqat 29-avgustdan 2-sentyabrgacha 5 kungina bo'larga. Ulgurib qolmasangiz bo'lmaydi. Narxlarni bitta ko'ring-da. Kuz endi boshlandi, lekin aynan kuzbob kiyimlarga dahshatli aksiya. Mana shu kardigan zamokli 119.900. Voy ishonmaysizda, mana buni qarang, sifati vobshe zo'r ish, buni arzon berilayotganiga tufta narsa deb o'ylamang. 89.900 faqat ochilish munosabati bilan. Bunisiga vobshe shokdaman. 350.400 atrofida sotiladigan vitrovka. Vidini qarang, plashovkali va cho'ziladiganlik. 119.900 dan. Tasavvur qilasizmi? Voy jinni bo'lib qolishibdi-yu. Mana shu yumshoq kuzbob oyoq kiyimlar 119.900. Zametkaga hozir yozib qo'ying. 29-avgustdan 2-sentyabrgacha hammamiz kompusga Battin yangi ochilgan filialiga kelmasak bo'lmaydi. Bunaqa dahshatli aksiyadan foydalana oling. Aksiyali kiyimdan tashqari kuzga yangi kolleksiya kiyimlarni ham aynan shu yerdan topsangiz bo'ladi. Battin har kunlik kiyim